Umra safariga ota-onamni jo'natmoqchiman. Hammasining litsenziyasi bor. Litsenziyani o'zi qana ajratib olsam bo'larki degan savol sizlarda bo'lishi mumkin. Mana men sizlarga hozir litsenziyani qonuniyligini nima deydi? Ajratish yo'lini o'rgataman. Biz Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizlarga yuzlanyapmiz. Va albatta mana bizning videomizda sizlarga ko'rinadimi yo'q? Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Aynan mana shu ofis. Biz ofisimizni ko'rsatamiz. Istaganlar ofisimizga kelib naqd ko'rinishda hisobchilarimizga to'lovni amalga oshirib, kvitansiyalar olib ketishlari mumkin. Istaganlar rasmiy Centrum Holidays hisob raqamiga to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Aziz obunachilar, bizda barchasi qonuniy amalga oshiriladi va siz aziz yurtdoshlarimizni ota-onalaring uchun juda ham chiroyli 13-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishdagi reysimizga maxsus komfort paket tashkillashtirib qo'ydik. Aynan ushbu komfort paketimiz to'g'risida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Eng asosiysi bitta narsani inobatga olinglar. Xudo xolasa bizning videomizda yolg'on gap so'z yo'q. Hammasi bor ochiq oydin gapiriladi. Madina Munavvarada Meroj Toyiba, Xudo xolasa 4 yulduzli mehmonxona 100 metr masofada. Makka Mukarramada Al Nasim mehmonxonasi, Xudo xolasa bu ham 4 yulduzli mehmonxona. Eng qizig'i Makkadagi gastitsamiz 800 metr, biz endi 1 kilometr deb aytib qo'yapmiz. 1 kilometr masofada joylashgan. Avtobus qatnovidan muammo yo'q. Piyoda kirib chiqsalaringiz ham charchamaysizlar. To'g'ri yo'l, ajiyat ko'chada joylashgan. Endi yana sizlarga eng asosiysi parkovkasi avtobusga haram bilan parkovkasining masofasi 100 metr masofada. Eng qizig'i Madina Munavvarada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshni 14 kun sizlar bilan birgalikda hamrohligi, mukammal umra qilishlaringizga yelkadosh bo'lishadi. Endi Madinada Masjidul Nabaviyni to'liq tanishtiruvi, Ravza-i Sharifga barcha ziyoratchilarimizning tashrifi, Qur'on bosmaxonasiga albatta ziyoratchilarimiz borishadi. Qubbo masjidi, Uhud tog'i, ikki qiblali masjid, Qiblatayn hamda Xurmo bog'ida kechki ziyofat. Makkada Hiro g'ori, Savr g'ori, Arofat tog'i, Muzdalifa, Jamorot, Jin masjidi, Xadija onamizning maqbaralari, ya'ni Jannatul Muallo qabristoni. Inshaalloh bu ziyoratlar Makka Mukarramada Qizil dengiz sayohati, Rozixiy masjidida kechki ziyofat, Toyif shahriga sayohat hamda ziyorat qaytayotib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati. Albatta bunaqa sharoit faqatgina biz obunachilarimizga, aynan mana shu videoda ko'rib turganlarga. Endi aytib o'tgan sharoitlarimiz amalga oshiriladi. 13-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz $1095 sizlar uchun chegirma qilib berganmiz. Hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqa qilinglar, o'zlaring joylaringni bron qilinglar. Aeroportda kamsil bejik sumka, maxsus uchish yostiqchasi, qaytayotganlarga 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida qo'shib beriladi. Bunaqa taklif, bunaqa imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Joylarimiz soni juda ham chegaralangan. Aloqaga chiqib o'zlaring joylaringni bron qilib mukammal umra qilinglar. Akalar, $5-10 ga qaramanglar, sharoitiga qaranglar, gastitsasiga qaranglar, ovqatiga qaranglar, 50 boshisiga qaranglar. Xudo xolasa bizda bu narsalardan muammo yo'q. Eng asosiysi Nizomiddin hoji akam o'zimiz akamiz ketyaptilar. Ota-onalaring ishonchli qo'llarga ishonib topshiringlar. Ketishlaridan oldin aynan mana shu ofisimizda kelib maxsus darsliklar o'tiladi, ozgina tushunchalar beriladi. Mana endi o'zimizning farg'onalik akalar aloqaga chiqib endi ota-onalaringni jo'natmasalaring bo'lmaydi. Ish qilyapmiz, soqani qilyapmiz, ota-onaning duosini olishimiz kerak akalar. Aynan ota-onalaringni jo'natish uchun mana shunaqangi juda ham chiroyli taklif. Hozir aloqaga chiqinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bemalol aloqaga chiqish yo'llarini ochib qo'yganmiz.